Assalomu alaykum doktorlar, yaxshimisizlar? Hozir doktor Ali kremini umuman olganda tarkibidagi narsalarni rostdan ham mana shu yerdagi giyohlardan tayyorlanadimi? Albatta, qo'shib berayotgan sovg'asini ham ko'rganmiz, tarkibida papaya, ginka bilovalar bor. Aynan shular mana bemalol ko'rishingiz mumkin, o'zimizda eshitilyapti. Bemalol iste'mol qilishlari mumkin. Bo'g'imdagi og'riqlar, osteoxondroz, grijami, bo'g'imdagi yengil og'riqlarga ham bemalol yordam beryapti. Hozir mana shu mahsulotimizni deylik, onalarimizni tizzasi og'riyotgan bo'lsa, beli og'riyotgan bo'lsa, bo'yni og'riyotgan bo'lsa, buning ichida 3 ta bo'ladi. Shunda bir kurs. Bu bir oyga yetadimi? Bir oyga yetadi. Kunda 3 mahal yengil massaj bilan ishlatamiz. 10 minut massaj qilib. Demak, tashqaridan shamollashlarga bu emas. Bu balzamni ichkaridan shamollaganlarga shifo bo'ladi. Shuni ochib ko'rsatsak bo'ladimi, doktorim? Albatta. Bu balzam ham ichib maza qiladigan balzam. Shirin balzam bo'ladi. Mana quyuq bo'ladi, bo'g'imlarga kerakli vitaminlar. Buni necha mahal ichamiz, qanaqa bo'ladi? Bosh qoshni 2 mahal ochqoning ichaveradi. Ochqoling, ovqatdan soat 1 soat oldin, ha? Bemalol ichsa bo'ladi. Ana, mutlaq zararsiz. Hammaga mumkin. Hammaga mumkin. Yosh bolaga ham mumkin. Bemalol. Qon ko'paytirish, shamollashlarga ham zo'r. O'rtoqlar, bemalol hozir bu sovg'a bepul buni hozir. O'zi asli sovg'a qilib berishyapti. Doktor Ali uzr cho'ntagingizda oldi. Mana shu kremga kimki buyurtma beradigan bo'lsa, balzami bilan birga boradi o'rtoqlar. 98 570 31 03 narxi qiz bo'lsa narxni yozasizlar, batafsil ma'lumotni call centerdan olishingiz mumkin. Akam bitta like bosib qo'yinglar.